Liu Bu bilan Liu Bei'ning hamkorligi. Yaxshimisizlar do'stlar? Unda qo'sib biz uch podshohlikni yana davomli so'zlab ketdik. Biz oldingi filmimizda Cao Cao'ning Liu Bu'ni qopqonga dasitib, uni mag'lub qilganlik to'g'riliq so'z qilgandik. Endi Liu Bu mag'lub bo'lgandan keyin bu o'zininki bargohiga qaytadi. Ammo bu mushu qitimliq jangda hali talafot tortadi. Shuning bilan bular ikkisi jangni to'xtatdi Cao Cao bilan Liu Bu. Lekin Cao Cao o'zininki kuchini zo'raytqach, askarlarni davolatqach, o'zini o'ngshig'ach, asta-asta Liu Bu'ni qistashga boshlaydi. Endi qanday bo'lmasin, Cao Cao'ninki qo'shuni jiq, mushavir bo'lsin, sang'onlar bo'lsin, Liu Bu'ninkidan natijasi jiqda. Shuning bilan Liu Bu asta-asta qisilib, bu yerdagi Yanzhoudan, ya'ni Puyangchang Yanzhou o'z bisib olgan zaminlardan asta ayrilib qolishga boshlaydi. Ham dal mushu paytda Liu Bei'ninki omad kelib qoldi. Yana nima degan vaqtda Shuzhou'ninki aymoq begi bo'lgan Tauchen kasal sabab bilan o'lib ketish tek bir holat shaklida, yana bu sakratga tushib qolgan vaqtda o'zining mushu huquqiga varis bo'lg'idek farzandlardan, avlodlardan odam topolmay, oxiri bu huquqni Liu Bei'ga o'tnib berdi. Ham Liu Bei garchi buni rad qilgan bo'lsa-mu, ammo Tauchenninki o'lish oldida qoldirgan vasiyati shu bo'lg'achqa amonsiz Liu Bei'mi buni qabul qiladi ham hech qanday kuch sarf qilmayla Shuzhouga ega bo'ladi. Endi Liu Bu Cao Cao'dan mag'lub bo'lgandan keyin asta zaminlardan ayrilib qolgandan keyin buning yana biror joyi qolmaydi. Shuning bilan u yon o'ylab, bu yon o'ylab oxiri Liu Bei'ning yeniga berib panoh topmoqchi bo'ldi. Shuning bilan u ba'di yo'q qo'shinlarni boshlab shu Liu Bei'ninki zimini bo'lgan Shuzhouga yetib keldi. Ham bu vaqtda Liu Bei Shuzhou'ni nihoyat yaxshi idora qilayotgan. Puhralarni nihoyat yaxshi yetaklab, bularninki shu itizaylik ishlar bo'lsin, ziroat ishlab chiqarish ishlarida nihoyat yaxshi yuksalishlar paydo qilganda. Shuning bilan Liu Bu kelgandan keyin Liu Bei buni qarshilab kutib oladi. Hem bunun yaxshi dasturxon soladi. Endi mushada nurg'un kishilar deyish mumkin. Nemishqa Liu Bei Liu Bu'ni kutib oladi? Nemishqa ayni vaqtda Liu Bei bilan shu Liu Bu urushgan. Ya'ni Liu Ganjang uchaylan shu Liu Bu bilan urushib oldingi safar jang qilgan turib, nemishqa o'zining dushmanini shuncha yaxshi kutib oladi deb o'ylashingiz mumkin. Amaliyotda Liu Bei'ninki Liu Bu'ni kutib olishda bunda bir nechta turli sabab bor. Buning birinchisi nima degan vaqtda Liu Bei'ninki asldan tutgan yo'li rahimdillik bilan shu jahonni idora qilish. Unda bo'lgandan keyin uning oldiga panoh tortib kelgan har qanday kishini, ya'ni uni cho'ng ko'rib, uning oldiga yordam so'rab kelgan kishilarni asosan Liu Bei rad qilmaydi. Chunki buningki tutgan yo'li shu. Ham ikkinchi sabab nima degan vaqtda Liu Bei garchi Shuzhouga ega bo'lgan bo'lsa-mu, Shuzhouga ko'z tashlab turayotgan nurg'un kishilar bor. Masalan, Cao Cao birinchi bo'lib. Undan boshqa Yuanshao qatorliqlarmi bu Shuzhou'ni tortib olish uchun, shunday yaxshi zaminni besib olib, o'zining zaminini qilib olish uchun ko'z tikib, diqqat bilan turganda, demak, Liu Bei saqlayotgan bu yer nihoyatda boy-boyashat, yer yaxshi. Dehqonlarmi nihoyat ko'p bir yer bo'lsa-mu, ammo hammalarninki ko'zi ya'ni tikilib qolgan, ya'ni tortib olishni, besib olishni o'ylashayotgan yer. Shunga hamda Liu Bei'ninki hozirgi iqtidordan qaragan vaqtda, ya'ni Liu Bei o'zi his qila oladi buni. Buningki 3000 dan ortiq qo'shini bor. Ham shu yerdagi Shuzhou'ning qo'shinini, aslida qo'shinini qo'shsaqmi, bakchiq qo'shin yo'q shaharni saqlab yotgan. Demak, bu shaharni hayot saqlab qolish uchun Liu Bei'da cho'qim nihoyat cho'ng iqtidor va nurg'un qo'shin bo'lish kerak. Agar Cao Cao yoki Yuanshoular hujum qilib kelib qolsa, buni qarish turg'idagi amal yo'q-da. Shuni Liu Bei'ninki Liu Bu'ni kutilishi va o'zininki shahriga ichiga kirib mehmon qilib, uning bilan yaxshi bir do'stlik holatni shakllantirishdagi maqsad nima desa, Liu Bu'ninki jasoratidan, palvonlikdan, jang qilish mahoratidan foydalanib, shu o'zininki zaminni qo'g'dirmoqchi bo'lgan. Amaliyot shu vaqtdami Liu Bei nihoyat ikkilangan.
bir jihatdan Lüboningki shundoq samimiyatsiz, doim boshqalarga xoinlik qilgan xarakterni biladi. Yana bir jihatdan bo'lsa, o'zininki bexatarligi, ya'ni sirtdagi dushmanninki o'ziga hujum qilib kelib, yana bu zaminni ta'tillashidan ansiraydi. U yan o'ylab, bu yan o'ylab Lüboga yana bir qatim ishonishni qaror qiladi. Shuning bilan bu Lübey o'zininki shu zaminni Lüboga bermoqchi bo'ldi. Ya'ni Shujuni o'tib bermoqchi bo'ldi. Buningdagi birdan bir sabab, ya'ni maqsad nima degan vaqtda Lüboninki shu niyatini sinab baqish. Chunki Lübo yangidan keldi. Bu jang qilishga moyir, Sao bilanmi, Yuan Shao bilanmi, boshqa nurg'un song'unlar bilan jang qilib baqqan. Jangga ajoyib moyirda. Shundaq bir kishini yenib turg'izish albatta yana bir qiyin xatar. Shunga buning niyatini bir sinab baqish kerak. Buningga huquq berish orqali yoki zaminni o'tnib berish orqali buning sadoqati bormi yo'q? Bu zodi nimani o'ylab keldi mening yonimga deganni bilib chiqish uchun Lübo o'zining zaminni o'tnib bermoqchi bo'ldi. Shuning bilan Lübo bir ishinib, bir ishonmay qanday qilsam bo'ladi deb turgan vaqtda Chungung bu yerda unga yo'l ko'rsatib, hargiz ilishqi bo'lmaydi. Biz agar Lüboninki bergan shu huquqini qabul qilsak, Lüboninki bizga bo'lgan ishonch tushib ketadi. Balkim u buningga qopqon qo'ygan bo'lishi mumkin. Ya'ni biz huquqni olgan aman tuyuqsiz bizga hujum qilib, bizni yo'qotib o'tish mumkin. Shunga biz bu yerga kelgan mehmon. Lübo bizni kutib olgan mehmon. Biz mehmon bo'lish salohiyatimiz bilan sohibxonga itoat qilishimiz kerak deb Lüboninki talabini rad qiladi va itoatchanlik bilan uni yenib turib qoldi. Bo'lsa bizga kichikgina bir zamin bersang, biz musha turib qolgan bo'lsak degandan keyin Lübo'mi bu yonni o'ylab, bu yonni o'ylab, oxiri shu o'zi ayni vaqt turgan Xiaopei degan yani Lübo'ga bo'lib berdi va ochliq boshqa narsalarni uningga ta'minlab berdi. Shu maqsad orqali, shu plan orqali Lübo Shujuni qo'g'dashdek maqsadga yetmoqchi bo'ladi. Unda do'stlar, Lübo bilan Lüboninki hamkorlik to'g'riliq shunchalik so'zlab turlar. Agar uch podshohlikdagi texnik ko'p jahondorchilik, kishilik munosabat, ig'lik tiklash, farzand tarbiyasiga oid darsliklarni olmoqchi bo'lib qolsanglar, ostidagi ularni besiblar kirib olsanglar bo'ladi. Tayyor so'zlab qo'ygan darslik bor. Agar do'stlarning orasida so'zlash qobiliyatimni oshirsan bo'ldi, nutq mahoratimni oshirsan bo'ldi deydigan do'stlar bo'lib qolsa, bizningki maxsus nutq o'rganish turimiz bor. Shu turga qatnashsangiz, bizdan nutq risolasidan bir tal suv qilamiz. Nutq o'rganishga yaxshi yordamchi bo'la oladi. Shu orqali 6 oy tarbiyalaymiz. Siz nutq o'rganishda, so'zlashda qiynalmaydigan kishilarning oldida bemalol so'zlay oladigan bo'lasiz. Unda bo'lsa, ehtiyojli bo'lib qolsanglar, ayrim qanga uchur qilinglar.